Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Mavluda Asilovani oldiga keldingizmi? Ha, uchrashsin degan ekan. Bilasizmi, ularni kutib ovora bo'lmang. Bugun ikkita nomzodlik ishi ko'rilyapti. U kishi o'sha yerda komissiya a'zosi. Biron kishingiz kasalmi? Unda boshqa shifokorga ko'rina qoling. Meni xotinim shu kasalxonada yotibdi. Asilova opamizga rozilik berishim kerak ekan. Xotiningizning familiyasi nima edi? Murtazayeva Munisa. Ha, ularni operatsiyaga tayyorlayapmiz. Siz tilxat berishingiz kerak. Opajon, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? So'rang. Operatsiyadan oldin bemorga narkoz beriladi. Agar kasali yengil bo'lsa, operatsiya joyiga narkoz berilib, uxlatilmaydi. Agar og'ir operatsiya bo'lsa, umumiy narkoz beriladi va uxlatiladi. Tushunarli. O'sha narkozni kim beradi? Nima edi? Qaysi hamshira berishini bilmoqchi edim. Narkozni hamshira emas, anesteziolog vrach beradi. Men o'sha doktori kim ekanligini bilib qo'ysam degandim-da, opaginam. Jarroh vrach aniq ekan. Mavluda Asilovani o'zlari ekan. Unda balki yonlarida men bo'larman. Buni bilishingiz sizga nima kerak? Narkozda odam o'lishi mumkinmi, opa? Vahima qilmang, bunaqasi bo'lmaydi. Hozir yangi dorilar chiqqan, yurakka ta'siri yo'q. Hech ham bezovta bo'lmang. Shundaymi? Ha, shunday. Mayli. Rahmat maslahatingiz uchun. Mabodo ishim chiqib qolsa sizni qanday qilib topaman? Uka, men har kuni shu yerda bo'laman. Diyora opa desangiz, chaqirib berishadi. Mayli, sog' bo'ling, ishimga boray. Opa. Nima qilgansiz? Kechirasiz. Maslahatli ish chiqib qoldi. Opajon, kechirasiz. Sizda bitta iltimosim bor edi. Xo'sh. Narkozni o'zingiz qilsangiz, mana bu xamiruvchidan panaar. Bu nima qilganingiz? Bu kam bo'lsa, keyin yana kelishib ketamiz siz bilan. Kerak emas. Siz tortinmay olavering, opa. Gap bor. Agar Asilova va meni o'rtamizda dallolchilik qilmoqchi bo'lsangiz, ovora bo'lmang. Meni bunaqa odatim yo'q. Meng, pulingizni ushlang. Mayli. Asilova bilan o'zim gaplashaman. Bu yoqdan xotirjam bo'ling. Hali uchrashganimizda sizdan bir narsa so'ragandim. Nima deb so'ragandingiz? Narkozdan odam o'ladimi deb so'ragandim. Savol bergan bo'lsangiz, javobini ham olgansiz. Axir aytdim-ku sizga, xavotir olmang. Xavotir olayotganim yo'q. Mayli opajon. Charchamay, yaxshi ishlanglar. Hali yana ko'rishamiz.